Omoro bo'lsin, pravali. Ba'zi bir bolalar eplolmaydigan ishni epladim, o'zimni bilimim bilan oldim pravani. Shu bir ayol kishiga mansab tegmasin ekan-da. Bu bo'ldi, sitor pravali bo'ldi. Что sizlarni? Assalomu komandir, bitta tekshirib qo'ymaysizmi? Prava oldim, hamma narsasi joyidamikan. Men sizni hali to'xtatmadim-ku. Baribir tekshirib qo'yavering. O menga qara, mashina haydash bilmaysanmi? Nima prava yo'qmi sani? Yo'q, bilmayman mashina haydash. Voy, yurunda zo'r joyga olib boraman sen. Bu joy prava olamiz o'quv markazi. Bu yerda prava imtihonlariga tayyorlansang bo'ladi. Agar senda avtoshkola guvohnomasi bor, lekin imtihonni o'tolmayotgan bo'lsang, bu joy aynan sen uchun. Chunki bu yerda 10 kun davomida Azamat aka seni imtihonga tayyorlaydilar. Imtihonda beriladigan savollarni yechib yodlab olganingdan keyin imtihonga kirganingda 20 tadan 20 tani bemalol yechib chiqib keta olasan. Shunda sizni mashina yo'qda. Aslida prava yo'q, o'rgan, bir kam dunyoda endi bu yog'i.